Bugun qaynonam xonalaridagi gilam-palaslarni yuvib olamiz. Birinchi gilamlarni olib chiqib, hammasini yoyib olib, suvlarini sepib oldim. Hammasini kir bo'lishiga sabab ikkita o'g'lim bo'lsa kerak. Bittasi ushoqlarini tushirib tashlaydi, bittasi laym o'ynab yopishtirib qo'yadi, bittasi oyoq kiyim bilan kirib keladi, bittasi mana senga deb gilamga sepib qo'yadi. Endi gapirsam gap ko'p qo'yaverasizlar. Yurakchalarni chizib kosalar bilan shaqillatib ishqalab tashlaymiz. Oldin kichkinaligimizda ham shunaqa yuvardik, gilamlar toza bo'lib qolardi. O'shaning uchun shu usulda yuvib ko'rdim. Gaplarim ham chalkashib ketyapti charchaganimdan. Hamma gilamni bir o'zim yuvganim yo'q. Oxirgi sarg'i gilamni yuvishga qaynsinglim qarashyaptilar. 3tasini yuvdim, 2tasini qaynsinglim yuvib berdi. Xullas ikkalamiz amallab, inqillab-sinqillab temirga osib ilib oldik. Ilgandan keyin ham yana chaydik, chunki baribir ko'piklar yaxshi ketmaydi. Ilishimiz ham bir azob bo'ldi-ku, mayli, bu ham bir kulguli holat bo'ldi. Ko'pirishini qaranglar. O'zi ozginagina suvda sepuvdim, bir ham ko'pirib asabim buzdi. Rosa chaydik, qayta chaysak ham ketmadi. Ozgina suv oqsin, yengil bo'lsin dedik. Keyin amallab yuvib olganimizdan keyin mana bunaqa qilib chaydim. Rosa ko'piklar chiqdi. Qaranglar qanaqa ko'piklar chiqqan. Gilam toza bo'lib qolgan. Mana shu gilamimni qaynsinglim yuvib berdilar. Orada gullarni ham videoga olib qo'ydim. Oqartirib o'rasa ham chiroyli gullabdi. Mana quyosh tomondan ko'rsatganda gilamlarim yiltillab qoldi o'zi ham. Obuna bo'lish esinglardan chiqmasin.